Oltidagi odam kiribdi. Ovozim chiqyaptimi qarindoshlar? Ovozim chiqayotgan bo'lsa, TV'ga yozayotgan bo'lsanglar bo'pti. Assalomu alaykum. Hurmatli dunyoning har qaysidagi aziz indigenous emas qarindoshlarim, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'uluq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdan. Tünögün azraq musibat xabar bilan tünögün bir kun cho'nglarni kirib qoldim. Qur'on tilovat o'qib qoldi. Shuning bilan naq maydon qilolmay qoldim. Shuning bugungi davom qildik. Va'damga amal qilib, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Do'lqin Iso apandim 30-yilgacha Shvetsiyadagi men 30-yilgacha bayonot e'lon qilib, doim bizningki bir qonun organida ko'rishishimizni tavsiya qilmay yoki bo'lmasa men degan yerga kelishishni tavsiya qilaman. Kelsa, nima bo'ldig'ini biladi. Tünögün meningki rahmatli dadamninki opasi momam tugab ketib qopti. Tünögün shu kashqarim bo'lgan chog'da shu indidarni ko'ngilchani ko'rib qoldim. Endi momam o'zimi 90ga taqab 90da oshgan ayoldi. 6 bolani tug'ib 6 bolani beqib cho'ng qilib hammasini qilgan, chapatatgan shu madaniyat inqilobining dardini chiqtatgan bir oilaniki birisi opam tarafdan bo'lsin, dadam tarafdan bo'lsin, buni butun g'ulja xalq biladi. Merhamiyet kaya cennetten bolsun ama yok ki. Benden Facebook'ta hal sorulan ve ayrım telefon kılıp hal sorulan qarindoshlarga rahmat etaman. Shuningdek, bizniki navbatdagi Sharq Turkistondagi bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklarni kundan kunga asabiylashib ketyotidi. Shuningga qarindoshlarniki vaqtida ota-onalarga egichi nurg'un qarindoshlar paket, ota-onalari chiqmagan, kesilib ketgan, hozirgacha qolgan inlari bo'lsa bu Ukraina urushi bilan dunyo jimib ketdi, virus bilan jimib ketdi demak, bola yig'ilimiz ana emchak samaydi. Biz dunyoda bir o'zinglar ko'ryapsizlar, Amerikada faqat bir tashkilot namoyish qilyotidi. Shvetsiyadan biz opchikir samsaq apandim bilan ikkimiz oyda 2 qitim qilyapmiz. Oilasi bilan boshqa azroq qo'lda sanamag'ida qarindoshlar bilan. Bu bak echinish ahvol qarindoshlar. Yani şu bek aciz bu ahvalimiz bizniki bek içinişlik asli bunda bo'lmasi kerak deb biz muddat charchdik. Men mi balkim ko'zinglar sat ko'rinib ketgan bo'lg'aydim. Bo'pti ham deb istab qo'ydik ekanmiz. Men o'zimning masalasi kelay. O'zimning masalasiga kelsam, shu 2 yilning oldida 2021-yili iyunninki o'ttirsida men paydo bo'ldim. 25 ataning chiqdi fikam vallahi men sana bari berman dedi. Ondan keyin shu bir hadimiz bilan paranglashib chiqmaydi fikam siz eng yaxshi oldiga chiqavering. Nurg'un qo'lingiz dalil isbotlab bo'lgandan keyin hamma kelib ko'rdim. Nurg'un ishlar tegi-taktiga yetib ketibsiz yoki sizni bular qasdlab etdi yoki bo'lmasa xoin qilib etdi. Bunchalik narsangiz bo'lgandan keyin chiqing fikam deb shuning bilan bu oldiga chiqib shunday rasvochiliklarni, maynatchiliklarni Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi Uyg'urlarni indigenous qilib o'tgan josuslik, shunday nurg'un narsalar dedik. Ammo 2,5 yil bo'ldi qurultay birdam sotga berib boqaman dedi, birdam tiltib boqdi, birdam uni qilib boqdi. Hech narsaniki bir natijasini chiqarib xalqqa sunmadi. Endi bunda bo'lganki xalqmi ko'z ko'ramasdi. Bu sizlar cho'qim bir haqiqatga qo'l qo'yishinglar kerak. Men yana dedim, yana o'zimning kimligi bilan o'zimninki mishalingizda o'tiribman. Amerika Xitoyniki saqchi punktlarini tashiryapti-ku. Men deyman Xitoyniki saqchi punktlariniki bir qismlari Dunyo Uyg'ur qurultayiniki agash tashkilotlari va Dunyo Uyg'ur qurultayi. Dunyo Uyg'ur qurultayi kirganlik Jungo Kommunistik partiyasi kirganlik Xitoy hukumatiga Xitoy Beijingninki Xitoydagi tarmoq partiya a'zolari bular va Beijingda o'qib chiqqan ko'pinchisi kimishkilik, hatto Beijingdagi, hatto Tibetninki tog'larida 16 yoshida tug'an Dilshod Rashiddan tortib, harbiylikninki, san'atninki Xeygor chaladigandan tortib,
kelish manbasi aniq bo'lmagan har xil odamlar va bular mushu Xitoy hukumati uchun ishlaydi. Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarningki zimin ekanligini e'tirof qilmaslik uchun, Uyg'urlarning mustaqillik da'vosi yo'qotish uchun, Uyg'urlarningki bugünkidek irqiy qirg'inchilikda yuz berishi uchun bular keng yo'l ichib bergan, indigenous kategoriyasiga kirib kirgan, dunyodagi ichki xavfsizlik Kanada va Mexikondagi xavfsizlik yig'inlarida oljoq so'zlab, Tibetning masalasini deb qo'yib, o'zimizning zimin masalasini, territoriya masalasini, egilik masalalarimizni tashlab qo'yib, diniy masalalar, madaniyat masalalari deyish orqali Xitoyning kesib bergan so'zlarni xalqimizga emdirib keldi va dunyoga buni bildirib keldi. Albatta, inedi 17 yaşından yaşlar terbiyelanglar dese, belki inedi bir Amerika'daki organ bo'lgandan keyin, Amerika'nın Cumhuriyetçiler Partisi demokratlarning o'rniga chiqsa, belki o organni bir kechada o'zgarib, belki o'zininki, mesela Tibetlar xalqaro armiyasi bor, tashqi ishlarda ishlaydigan, konsullarda ishlaydigan odamlarni tayyor qilib qo'ydi. Sovet parchalangan chog'da Qirg'izistonninki faqat dunyoda 13 davlatga konsul ochiladi. Bizningki hozir kim ochdi? Kim ishlaydi? Balkim mushu siyosatda o'qigan balkim bir necha bolalar borki, Dilyanning tashkilotida va yoki boshqa tashkilotlarda balki boshqalar qilib ketishi mumkin, ammo 20 dan va yoki 10 dan ishib ketmasligi mumkin. Shuningga enedi uzunni ko'zlab yoshlarni tarbiyalanglar degani balkim shu siyosatni o'rgansa, tashqi ishlar munosabatlarini o'rgansa, diplomatni o'rgansa, Sharq Turkiston parchalangan chog'da taq qilib malani o'rniga qo'yamiz degan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bular o'zlarining bolalariga oylik silib, yolg'on tarjimonlarni ishiltib, masalan, Dilshod Rashidning qizi Sabrina Resh degan qizlar mishada cho'ng bo'lgan, o qizlar shvetscha yaxshi, ammo Uyg'urcha uncha yaxshi bilmaydi. Ayol tarjimon turib, Zulfiya Bog'dan ayolniki ishlatmay, qizinikini qilib, bularningki qandoq Westeronni exchange degan yerlarni tekshirsanglar, bularning bolalari, xotellari, o'zlari legitimaxonni qaytib berib, qancha qitim dollar almashdi diye, qancha qitim yevro almashdi diye, u yevrolar Ukrainadan kelgan yevrolarmi, Belarusdan kelgan yevrolarmi, hammasi davlatlarning tashqi fond bilan chiqdi. Xolos kalam, men shuni degan chog'da Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqi Raisa apandim hech qachon o'zining ichidagi xatolikni e'tirof qilmoqchi yo'q menga. Meningki turmadagi bechora ota-onamga menga tuhmat qilib, mushundaq Shvetsiyadan demedim, işte hazır şu bir inimiz telefon qilibdi, qurultayni tillab olgan bo'lsam, ota-onamni qo'yib beradi dedi deb menga tuhmat qildi va Norvegiyadagi Abdurish deganmi shu gapni qildi. Agar men rost ashtaq degan bo'lsam, Dolqin Aysa apandim shu telefon nomerini chiqarib bering, shu vaqtdagi ovozimni chiqarib bering, Turkiya istixborot, Germaniya istixborotini aralashtiraylik, men Germaniyadagi adam orqali shu oilaning advokatini ishlatib turib, eng danglik advokatni biz Germaniyaning istixborot idorasiga kirib, shu mening qaysi telefondan urdim, shu qaysidan kelgan yoki Shvetsiyadan kelgan nomerlar bo'lsa chetin qilsak bo'ldi yoki Shvetsiyadagi bexatarlik idorasiga o'rnilib kirsak bo'ladi. Sizningki tashkilotingizni qo'llaydigan va sizni nima qiladigan odamlaringiz bor-ku. Masalan, Bakram Tursun degan bir bolangiz bor. O bolangiz sizni qo'llaydi, qurultayingizni qo'llaydi. Oy Turkiyalarda Abdulahad Qorimlarni chiqarib oldi. Odi pul yig'ib pul beringlar. Enedini olgan pulninki 100 ming, 200 ming dollardan kebi 50 ming dollar berib, sotib tatib chiqinglar meni. Ayolimni Mas'uda xonimni beramiz debgan Nijat Turg'unga men hozirgacha texnik o'zimniki saqchidinki bor qog'ozlardan boshqa o'zimning masalasi bo'yicha anadagi Shvetsiya bexatarlik idorasinikidan boshqa avatgan qog'ozlardan boshqa hech qanday saqchidan yoki meningki ma'lamdan hech qanday narsa kamidi. Mening bu narsani deyishimga sabab nima bo'lsa, qarindoshlar bular sizlarni qo'rqitdi. Voy sotqa berib etamiz. Voy saqchiq berib etamiz. Voy anda xo'p ketdi. Voy manda xo'p ketdi deganning hammasi qip-qizil yog'an. Hech nima qila olmaydi. Ana shu Bakram Tursun sonlar polisning oldida turib, meni saqchiq beraman, sotqa beraman deb bera oldimi? Berolmaydi. Chunki o'zininki qo'ljiga olgan chog'da qanday qo'ygan, nima sho'gan, o'zi kichkinam shaharda turib, nima uchun Stockholm rayoniga kelib, Peshidarenki beyda turib, keyin Dilshod Rashidning mahallasiga Asilbek tomonlar ko'chib ketdi. Kimlar bilan nima aloqa qilyapti? Buni Shvetsiya hukumati obdan biladi. Ham bilmagan bo'lsa men bildatdim.
kerak bo'lsa mening ismimdan menga tuhmat qilibdi va yoki menga nima qilibdi deb ustimdan overclock qilsa bo'ladi, tamoman bo'ladi. Men sabrsizlik bilan shu backgroundnikini kutaman. Uningdagi o'tganda dedi-ku, men mashinaga bo'g'ib, bo'yindan so'rab olib saqchi pakisiga o'zim olib beraman dedi. Bexatarlik idorasining oldida meni kuzatdi. Azaldan men oldiga chiqib ota-onamning davosiga ega chiqqandan yog'i o'tirolmay qoldi. Uning endi qayerdan buyruqlar keladi, qayerdan kelmaydi, nalarga berib keldi, nima ish qildi, Olma-Otadagi go'sht do'konlari o'zlari biladi bular hamma ishni. Shuning uchun Dulqin Aysa afandim, andaq sizning iqtidorli odamlaringiz bor. Men sap o'qib ketyapsam, men 2 soat kuzatib o'tirgan, o'zi chiqargan-ku hamma narsalar bor. Davog'andan keyin o'sha odamlaringiz saqchiq vaqt topmasin. Biz jamoat demay, jamoat hech nimani hal qilib bermaydi. Jamoat faqat namoz tushirish, to'y to'kinlarga qatnashib berish, yeyish, ichish, g'aybat qilish, qo'ngni ko'lash, ancha-muncha bir ishlar bo'lsa shu shaharning ichida voyda bir telefon qilish, mushunga yaraydi. Bu millatningki davosiga ega chiqadiganga yaramaydi ko'pchilikka. Chunki bularningki tashkilotning ostidagi odamlar orqali shaxsinish orqali bular bog'lanib ketgan, berib kelgan, tijorat qilgan, yeb qo'ygan, ilinib qolgan, eri kelishdan burun xotini bilan birsi yetib qo'ygan, xotini kelishdan burun eri birsilar yetib qo'ygan, shunday ishlar baksizlar ko'p bo'lgandan keyin chiqsang davitima, qaysi kuni g'olamkam so'zlagan chog'da anglagansizlar, siz og'zingizni yumsangiz sizning o'tirasiya kishilaringizni da'vatmayman deb ayta taklif salgan o'xshaydi, bir-birisiga ayta u odamning yog'ango men misol uchun qisib ketdim. Shuningga o'xshash ashundaqni qilg'ashqa bugungi kunlikda irqiy qirg'inchilik uchirgan chog'da bizningki millatimizningki ichida o'zimiz ko'ryapmiz xalqimiz qanchalik darajada bir ish qilib bera oldik. Hech nima qilmadik. Amerika qilib berdi. Amerika irqiy qirg'inchilikqa deb qilib berdi. Uning natijasini surgun hukumatdagi başdagi Solih Xudoyor apandimlar yezish orqali, nurg'unlagan aktivistlarningki kuchash orqali bu narsa chiqildi. Eng muhimi vatandagi 20 million, 30 million qilib qarindoshlarimizningki 10 million qilib agirga solinishi, o'lib ketishi, qiyin qistoq elishi, bosqinchilik qilishi, majburiy emgaklarning cho'g'lanimiz bilan bu narsa qaror chiqdi. Endi mayada 2020 6 oyninki 7 oyninkida 2020 7 oyninki natijasida Avstraliyadan Polat apandim burun xalq ishlar sud mahkamasida ishlagan. Siz men davatgan mushu odamga mening ota-onamni chiqarish to'g'risida va'da berib ekansiz. Mishadiki men naq shu balkonda kavab qilayotgan vaqtimizga mana videodami inoq debdi, nim qilibdi. Polat biz kavab qilyapmiz, men inimiz ketdika deb shu chog'da ishlar degandi. Undan keyin siz shu chog'da virus olib kelib ketanmay bir mazgil Tailandda turgandingiz. Shu degan odamningki ichlarida birsi sizni shu vaqtda meni ota-onamni ishni qilyapti degandi. Yo'g'on bo'lsa sizmi kelsangiz men sizga ko'rsatsam bo'ladi. Biz qonuniy organlarni elib shu odam bilan qilsak bo'ladi. Meni tuhmat qildi yoki andaq-mandaq desangiz bo'ladi. Undan keyin yana birsi meyada Hong Konglik muxbir Chawlonga bumi nurg'un qitim menga telefon qilib ota-onang ish haqida qanday qilyapti degan chog'da muxbir degan ish turlik bo'ldi. Bir sandaq, bir simandaq men boshqa muxbirlar bilan gaplashyapman. Valdifkam uni qilma, ota-onangni ishin balog'at qilsa bu degan haqiqiy muxbir men boshqa muxbirlar orqali qilyapman degan gap. Undan keyin Mongoliyadan bir sizlarga ajab chiqib. Shuning uchun men bu gaplarni hatto Belarus kirim deb berdim bugungi videomda. Men kamchilik yerlarni to'liqlab qo'ydim. Shuningga isbotlar, dalillar, narsalar, hamma narsalar o'ziningki nimasi bilan turibdi. Shuningga Dulqin Aysa apandim bo'lsa meningki shu javobimni berayotgan bo'lsangiz, uningdan keyin Shvetsiya parlamentiga kirgancha siz Shvetsiyaga esilmay Germaniyada bir ish qilib ketma, Germaniyalik balani yo'lga silayotma, o'kin ko'zib qo'ydim mikrofondagi Uyg'urlar kelasi qaror bor deb. Ondan keyin Latin Amerikaga kengayimiz deb chetliklarga yig'lab beribsiz. U Latin Amerikaga siz kengayib, Latin Amerika, Braziliyaning 200 million nufusi bor. Shu ministri berib Xitoyga bosh Shanxayga tushib, keyin Beijingga tushib degan gapini bilasiz. Nima uchun biz Amerika dollari ishlatishimiz kerak? Biz
renminbi ishlatishimiz kerak deb Xi Jinping'ninki taş böregini ko'tarib kelganini bilasiz. Latin Amerikaning ahvolini siz o'zingiz bilasiz. Yevropaningmi, Sharqiy Yevropa unchalik bak chiqarib olamadi, kuchab olamadi. Amerikadan boshqa, Yaponiyadan boshqa hozir ishimiz qiziqayotgan Hindistondan boshqa u yerlar Xitoyninki qilgan yerlar. Shuning uchun Xitoyninki sizlar adami bo'lganliging uchunlar Xitoyninki birlikligini e'tirof qilganingiz uchun sizlar Argentinada iliq sotni ochdinglar. Boshqalar xalqaro jinoiy ishlar sotini ochamiz desa, sizlar Argentinada o Argentinadagi sotninki maqsadi shu davlatning ichidagi fuqarolari zulm ko'chirsa, shundaq bir sotga. Demak, sizlar Sharq Turkistondagi xalqimizni shularningki bir bo'ligi deb qaraydi ekansizlar. Demak, sizlar ko'k bayroqning oldiga o'tib olib, yana shu Xitoyning depini chilib, yana shu Xitoyning zuvoni bo'lib, bizningki mustaqillik da'volarimizni va bizningki erkiy qirg'inchiligimizni sizlar sustlashtirib yuborsizlar. Anandan keyin yana bir narsa, yana bir nimaga kelsak, Qalbinur Sidiq xonim, men sizga ikki qiz bir tavsiya qilib qo'yay. Siz Gollandiyada ayollar yig'ilgan yerlar bek kuchab ketirgansiz, qurultayni ko'tarib, tilyarni tozalab tillabsiz bir qancha yerda. Onundan keyin beshida kelgan chog'da bir yilga yaqin chiqmabdi ekansiz. Sayragul xonim Qozog'istondan chiqdi, shu kunning o'zida o'nga berib arz qilib Shvetsiya hukumati keldi. Ana Sayragul xonim yana o'stiribdi. Sizga o'xshash bir kunmi yetib olmadi boshqalar. Siz bir yildan keyin chiqdingiz, mana javob berasiz. Erim o'lib ketdi deb. Andan keyin eringiz o'lib ketsa, o'z o'lib ketmadi. Ama shuni bahona qilib chiqmadingiz. Keyindan siz qurultayning depini chilyapsizda, choyda to'y-to'kin uyabiyalarda xalqlar bilan o'ngib ishlashyapsiz. Men sizga deb qo'yay, menga o'tganda voy dunyo London soti u deding, bu deding deb chiqanishib ketdingiz. Mana men dedim London epizodi deganni. Siz men bilan yaxshi kirishmay, o'zingizning ishini qilib yuring. Men anglab qolaman. Men Ro'shan Abbas qanday kirishib qoldim, Do'lqaysa qanday men siz lager shayt bo'lamsiz, uni qiziqmayman. Uyg'urlarga erkak qirg'inchilik chiqdi. Haqaysan quvonib qisib erkak qirg'inchilik uchirgan zimin deb chiqdi. Yaga-yag'lardan kirib yig'lab yana manqimizni yiqitmaymiz, tugdi. O yig'i bilan yolurishlar adolatni kelgan olmaydi. Kurash bilan akilimiz adolatni. Yig'i bilan akalmaymiz. Amerikadagi lager shaytlar nima bo'ldi? Qaysi tashkilotni qanday o'yintib, qanday tashvitib, qanday qo'zaq qildi? Bular sizlarga mi qiladi? Bularni Xitoymi tashlaydi? Kim bularni sizlarni tashlaydi? Sizning o biletingizni elib Avstraliyaga paqanlik uchun, sizning biletingizni elib Amerikaga paqanlik uchun ularning potig'ini ko'tarmaysiz. Men sizga e'lon qo'yay. Yana bir yerda dilyarni tozlaydigan bo'lsangiz, yana bir yer birsin mazza. Voy indigenistga yerli xalq va kilan va parlamentdan oldiga. Kirib tapaqa parlamentga aryo. Yo indigenous people da depikmasiz. Biz parlamentsiz kirayotganlarnikiga Pompeo depikma. Pompeo depikma. Amerika senatorlar depikma. Aslamış devletdan yerli xalq kelsizlar deb Shvetsiya kapsiz parlamentlarga ko'rishib depikma ishlaga. Nima deydi ekan? Bir qisqa muddatning ichida bir video ichib Are you indigenous people deb voy choylarni degan tukurkungiz deganni charchab deb Gollandiyani ochda tasqalar ekansiz, podig'ini ko'tarib yerlik ketdini. Voy sana ne? Sana da quvonib nimani qilmamsan? O'zingning lagercha aytganini qilmamsan, nima qilish o indigenous? Sen o'qiganmiding xalqaro narsalarni? Sen xalqaro sistemalarni, qonunlarni o'qiganmiding? Sen bilamsan shuni? Unda olsa onun imzası çıkılgandan keyin nima deb to'lqinaysa kirmadi. Mana 4-oyda $50,000 verilgan. Rost pul kelgan Indonesiyaning eng cho'ng yig'ini kiramadi-ku. Bilmagan temangizga kirman xonim men sizga deb. Men ma'qaytim sizga anga qilib ketdimda. Shvetsiyada sesta o'qishda deydi. Bo'lmasa, Abakam tursin elab, to'g'ri Hamid menga Xitoydan jasusi, men tahdid qilyapti deb saq chaqiringlar biz qonuniy organni ko'rishaylik deyapman. Tushundingizmi? Men gapim tushunishlik bo'lyapti. Agar tushunishlik bo'lmagan bo'lsa, amdaroq tushunib oling. Biz Uyg'urlar indigenous xalqi emas. To'liq o choyda to'y-to'kunda tukukungiz chachirtib, yoshlarni tillamang men sizga deb qo'y. Tushundingizmi? Biz anglab qolamiz. Anglab qolamiz. Kilido deydigan odamlar bor. O'taga qo'pqa yeringlarda. O'rlashtirib o'tgan, tiqib o'tgan ichiga har ayollarni. Jim o'tagan bilan
Parlamentning ichiga kirib Latin Amerika kengayi degan gaplarga kelayotgan yerda boshqa narsa keladi. Dolqin Aysa efendim siz o Latin Amerika kengayma, boshqa yer kengayma demay. Siz mening bir savolimga javob berib o'ting, bir yer taklif qiling meni. Yapımızda bir kanun organ sapo. Tingirsat, sot, Ali Mahkemesi. Yapımız en bo'lmaydigan müşta adam chiqib va kelganlar faoliyatimiz faoliyat xizmatida xalqning ichiga fitnasiyotida yapımız bizni aramimiz qo'yatib deb bir chaqirtang bir ishimiz saqchixona bir o'tirib baqayli. Men shu chaqda sizga chiqolmagan aqlingiz, sizning aqlingiz hayron qolmaysiz. Bir to'singiz o'tavlar. Siz ashundan qo'rqib yurib chiqargan to'singiz, men oningki qizining doktorlik salohiyatini, xotinning tarjimonlik salohiyatini, Dilshatning shu saranglik kinishki bo'lsa, saranglar doktorxonasiga olib qo'yman. Advokat tutib, üstümlab chiqib, iqtisodiy qo'ymachilik, josuslik, pashvozlik, qochoqchilik masalalari degan bunda tutamlab turibdi. Qo'laydigan bo'lsa xotinning shirkatlari, ballarning nadan pul olganlari, tushkurlarninki, kurash ko'samninki, singlisininki, nadan kelgan pul, duttachininki, ilaqasining Michael Jacksonninki kelayotgan, nima deyishadigan hammalarniki turibdi. Qaysinglarning uyining yarasining ichida naq pul bor. Meni hukumat biladi. Tushundinglarmi? Agar kimda men tuhmat qilgan bo'lsam, men beringlar deyapman. Shuning uchun Dolqin Aysa efendim men mana nimalik bo'lib qoldim. Og'zimni buzolmayapman, o'zim kontrol qilyapman, xalq tunugil mo'misni gap qilsa yarmazga og'zimizda demasin deb. Shuningga mening javobimni berib etdim. Sizga bunda har kuni chiqib bunda xalqning oldida gap anglayversingizmi? Bo'lmaydi. Siz ashuk oldi bilan siz Germaniyaning masalasini hal qilib beqing, yo Amerikaning masalasini hal qilib beqing. Shvetsiyaniki islomay, Shvetsiya chiqamaydi erkaklarga chiqdi. Daniya chiqirdi. Daniyaga islomlar, Daniya yuguranglar endi. Shuningga men so'ragan narsalarga javob berib o'ting, yo saqchixonga chaqiring, yoki sud mahkamasiga chaqiring. Qayerga chaqirsanglar men boraman. Ammo undaylik yig'imzoliga chaqirib, men qo'lingni so'yay ukam. Mening ichida bunday qish borki. Bo'ldi, biz bildik. Men sendan kechirim so'rayman deb. Bunda narsalar bilan tugamaydi bu ish. Bu ish qonun bilan tugaydi. Jamoatningki bir insonning aralish huquqi yo'q. Meningga anandekin kim o? Boshqalarmi necha turg'unga telefon qilib ismonlarni chiqarmay avar qilmanglar. Bu narsaga har kim o'zining qarashiga o'zi javob beradi. Sizlarningki boshqalarga aql o'rgatadigan taqning ikkisining mo'risidiki u qapoq emas, kalla. Sizlarningki ashlarning keyinda agishib mangandan keyin qapoq. O'chi ishlamaydimi yaringlar? Kontrol niyada tasma bor. Sal qilishlar. Sen akab og'zinglarni bir qilishlar. Shuningga maya poq bo'lgandiki amal yo'q. Munofiq bo'lgandan amal yo'q. Shuningga boshqalarga nima qilib, voy bu ishni bunda qilmanglar, unda qilsanglar bo'lmaydi emas. Bo'lsa, Dolqin efendim, borayli. O iliqik cho'ng dadam bilan siz chaqirib bekib bir vaqt tamoq yeb, iliqik menga gap qilamdikin, o bu menga gap qildi, lekin aralashmoq deb joyida shu urib o'tdim kelning biliga. Shu aralashish ham nim qilish yo'lim bo'lmaydi. Shuning uchun Dolqin Aysa efendim, mening savolimga siz javob berversangiz yoki o'zingiz bir qisqa video ishlamsiz yoki qilib yoki fikam sen emasding u desangiz bizning yoki ishimiz mushtaq odam borki men shu chog'da bilmaysan deb gumonlanib seni ashta debdiman ekanman kechirgin fikam menga haqorat qilsang mayli lekin qurultayga qilishgan nimangni to'xtatsang bu umumning ishi men bu o'zimning ichidagi odamning qandaqligini bilmay teleexampleda misol mushtaq qilib qopdimi kechirgin deb videodan birini ishlab Facebook qo'yversangiz shu kundan boshlab siz Dolqin Aysa efendim bo'lasiz. Qurultayingiz o'zining yo'lidan mangadi. Qurultayga illa billah tegmayman. Qurultay to'g'riliq narsa yozmayman. Uni sizlarning xoinlik qilganinglarni amin xalq ko'rib bo'ldi faqat mening javobimni berib etdim. Agar mening javobimni bermasangiz, o chaqda bu shunday ish men 30-yillargacha buni davomlashtiraman. 30-yillardan keyin, undan keyin menmi xalqmi 30-yillargacha bir hukumat yoki qonun organ yoki men degan kelamisanlar, o chaqda xalqmi sizlarniki
qanchalik darajada ekanligini bilindi. Shu. Ondan keyin Roshan Abbosning javob qishlari to'g'riliqmi? Asli bir tashkilotning ichidan bir maynatchilik chiqqandan keyin ep tashlash kerak. Sizlar izchil talat yo'rinqashniki iliqi xotinlar bilan yozishgan, tillashganda maynat ta'sir chiqatdi. Anadagi asli sizmi bu narsadan istifa berishingiz kerak. Chunki siz Amerikaga borgan chog'da qarindoshlar manda bir qizlar bor-ku. Şinjan Sanat Ömek'ten terbiyeligen məxsus başlıqlar gəlsə, Beyjingdən, məsələn, bizim atalmış Şinjandan gəlsə, kütüb aladigan qızlar var ki, ular aylıqqa 20 min eurodan, yahut 100 min eurodan, ya qalançı min dollardan hər bir yerlərdə işləydi. Aşlarlar berib, başlıqlarınki, yoki müştaqlarının ko'nglini oladi ki, tamaq yeyotgan chog'da Rishad Abbos, Dulqinaysa shu qizlar bilan chiqib qolgan videolar bor-ku, anda sachiliklaringlarmi bor? Ana degan Ahmadjon degan kitob yozgan, sanmi bir ko'p narsa kelsa, to'rpaypoqlarni kiyib, grimlarni qilib, WhatsApplarda yosh bolalarni uyingga chaqirib qo'yishmaydi deb, tüfey sana la'nat seni ashta yarang olg'achqa, Xitoy seni ashta yarang tutib olg'achqa, kitoblarni chiqaribdi, o'to'g'irliqmi, isbotlar, dalillar vaqtida bor suratlar, o'zingninki grim qilib turib, to'rpaypoqni kiyib, yanchilab o'tirib, yog'an seriq chashni kiyib turib, ejaqas ko'p. Shuning uchun qarindoshlar, bundaq rasvo ishlar bekchiq. Hatta kitap yazgan Ahmetcan doktor deganninki bu aşındaq işleri bor qarindoshlar. Mushundaq Uyg'ur qizlari bor, aşındaq maxsus başlıqlar kitib olgan, aşında yerda o'zinglarninki ishlari chiqqandan keyin mushunda bo'ladi. Ondan keyin qarindoshlar, bu Nuri Tulki deysizlar, yana bir parlament, yana bir obo deysizlar, bu inson o'zining mansubiyatiga tabe insonlar emas. Ular ya Amerikaning foydasi uchun ishlaydi yoki cho'ng kuchlarning foydasi uchun ishlaydi. Hargiz Uyg'urlar uchun qilgan ish emas. Agar Nuri Tulki shunchalik kuchli bo'lgan bo'lsa, inasining ishida tutib chiqqanlar sotning natijalari chiqib bo'ldi. Midoy bilan Turkistonga yuribdi. Hech qanday bo'lgani yo'q shu. Faqat shu jidal qilsa bo'lmaydi ekan deb palonchilik vaqtgacha faqat darhol saqchi chaqirdi-ki. Shunday gap. Shuningga eng chong Uyg'urning advokati Amerikadagi bir nima boshliq diniy islom minister deganning inisimi og'ish tayaqnisimi? Buga ahvoli shu haqiqat, hamon haqiqat. Faqat oldin va keyin. Undan keyin qalbini Sidiq xonim ko'nglingiz kelgan bo'lsa, ko'nglingizga ammo men oldin qaytam sizni shu chaqirib Gollandiyaga borgancha taksi Ömerbek Qalishkovlarniki taksi pulinglarni beray, tamog'inglarni beray, yaxshi bir chaqiray. Yana bir ikki savolim bor, xalqning oldiga chiqaylik degandim. Bu savollarimning birisi, anandagi ba'zi bir narsalarni men sizga bir ko'rsatib anlatib qo'ysam, o'zingizda bir sal nima qilam degandim. Yaxshi kapsiz, xafa qilib qo'ygan bo'lsak, ko'nglingizga ammo biz Shvetsiyaninki ballarimiz shundaroq sal shashganmiz endi. Sizmi buningdan qurultayninki tash bo'rigini ko'tarmay, o'zingizninki nimasini qiling. Shu nimangiz bilan bo'ling. Shu lager shahidlik o'zingizning xizmat bilan bo'ling. Doirangizni ishib ketgandan keyin hurmatingiz tushib ketadi-ku. Doirangizni. O siz indigeniz, o xalqarалық munosabatlar, undaq narsalar siz hayotingizda endi ma'lum bo'lgan ekansiz, anglasam, tarbiyalab qo'yibsiz, hatto o'ldirib o'tiradigan yo'ldoshingizni yaqin do'stingizlar to'y qilib qo'yibdi. Bu narsani o'zinglar veychilarni paranglashibsizlar shu. Veychatlar nim paranglashyaptilar, ne orqali nima qilyapsizlar? Hukumatlar biladi deb o'ylayman. Unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyim amonat, ma bola nimandaq endi deb qoldi demanglar, men bagapdan davatman. Alloh amonat demsa, salomat bo'linglar.